Davlat apparatida kim kimga bo'ysunadi? O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati konstitutsiyada mustahkamlangan hokimiyatlar bo'linish prinsipiga asoslanadi. Ushbu prinsipga ko'ra qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyat tarmoqlari bir-biridan mustaqil faoliyat yuritadi hamda o'zaro muvozanat va tiyib turish mexanizmlari orqali ishlaydi. Bu modelning maqsadi vakolatlarning bir markazda to'planib qolishini oldini olish va huquqiy muvozanatni ta'minlashdir. Qonun chiqaruvchi hokimiyatni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi amalga oshiradi. U ikki palatadan, Qonunchilik palatasi va Senatdan iborat bo'lib, qonunlarni qabul qiladi. Davlat budjetini tasdiqlaydi va parlament nazoratini amalga oshiradi. Parlament ijro hokimiyatiga bevosita buyruq bera olmaydi. Biroq hukumat hisobotlarini eshitish, so'rovlar yuborish va tasdiqlash vakolatlari orqali siyosiy huquqiy nazorat mexanizmini amalga oshiradi. Shu jihatdan parlamentning ustunligi normativ xarakterga ega. Ya'ni u qoidalarni belgilaydi, ijro esa ularni amalga oshiradi. Ijro etuvchi hokimiyat vertikal boshqaruv tizimi asosida shakllangan bo'lib, uning oliy organi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasi iqtisodiy, ijtimoiy va ma'muriy siyosatni amalga oshiradi. Vazirliklar va idoralar faoliyatini muvofiqlashtiradi hamda normativ huquqiy qarorlar qabul qiladi. Vazirliklar, jumladan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi o'z sohasida davlat siyosatini amalga oshiradi va hududiy bo'linmalar orqali markazlashgan vertikalni shakllantiradi. Hududiy darajada viloyat, tuman va shahar hokimlari ijro tizimining tarkibiy bo'g'ini hisoblanadi. Hokimlar tayinlanishi va tasdiqlash jarayoni qonunchilikda belgilangan tartib asosida amalga oshiriladi. Ular yuqori turuvchi ijro organlariga hisobdor sanaladi hamda hududiy kengashlar bilan institutsional hamkorlikda faoliyat yuritadi. Bu mexanizm ijro vertikalini saqlagan holda mahalliy vakillik organlari bilan muvozanat elementini kiritadi. Sud hokimiyati mustaqil tarmoq sifatida faoliyat yuritadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi yagona sud amaliyotini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi esa normativ huquqiy hujjatlarning konstitutsiyaga muvofiqligini tekshiradi. Sudlar boshqa hokimiyat tarmoqlariga bo'ysunmaydi. Ularning mustaqilligi konstitutsiyaviy kafolatlar bilan himoyalangan. Bu esa huquq ustuvorligini tizimning asosiy tayanchiga aylantiradi. Kuch va nazorat organlari markazlashgan boshqaruv modeli asosida faoliyat yuritadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati alohida qonun bilan tartibga solinadi va o'z vakolatlari doirasida davlat xavfsizligini ta'minlaydi. Prokuratura organlari esa qonuniylik ustidan nazoratni amalga oshiradi va yagona vertikal tizim asosida ishlaydi. Ularning vakolatlari va hisobdorlik tartibi maxsus qonunlarda aniq belgilangan. Davlat apparatida kim kimga bo'ysunadi degan savolga huquqiy model nuqtai nazaridan javob quyidagicha shakllanadi. Ijro hokimiyati vertikal bo'ysunish va ma'muriy intizom asosida ishlaydi. Qonun chiqaruvchi hokimiyat normativ ustunlik va parlament nazorati orqali tizimga ta'sir ko'rsatadi. Sud hokimiyati esa mustaqil ravishda huquq ustuvorligini ta'minlaydi. Amaliy samaradorlik esa vakolatlarning aniq taqsimlanishi, hisobdorlik mexanizmlari va